Hammaga salom alaykum. Bugun koreys tilidan 15-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda i, ina va eso, kaji qo'shimchalarini o'tamiz. I, ina qo'shimchamiz o'zbek tiliga yoki deb tarjima qilinadi. Otga qo'shilib, birinchi yoki ikkinchi otning ichidagi birortasini tanlash mumkin ekanligini bildiradi. Agar so'zimiz pachim bilan tugalsa, na qo'shimchamizni qo'shamiz. So'zimiz pachimsiz tugalsa, na qo'shimchasini qo'shamiz. Shanba, to'yu il so'zimizda oxirgi bo'g'in pachim bilan tugalganligi uchun na qo'shimchamizni qo'shamiz. Imnyo, imnyo so'zimizni oxirgi bo'g'ini pachimsiz tugalganligi uchun na qo'shimchamizni qo'shamiz. Bu so'zlarimizdan misol keltirib gap tuzib ko'ramiz. 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. salqin ichimlik yoki suv ichgim kelyapti. 음료수나 물, salqin ichimlik yoki suv. 우리 토요일이나 일요일에 만나요. shanba yoki yakshanba kuni uchrashaylik. Bugungi ikkinchi mavzuyimiz eso, kaji qo'shimchasi. O'rin joy otlariga qo'shilib, harakatning boshlanish va tugash nuqtalarini bildiradi. O'zbek tilida eso qo'shimchasi dan, kaji qo'shimchasi esa gacha deb tarjima qilinadi. Ya'ni eso, kaji qo'shimchasi o'zbek tiliga dan-gacha deb tarjima qilinadi. Masalan, 집에서 회사까지 어떻게 가요? Uydan firmagacha qanday qilib borasiz? 저는 버스를 타고 가요. Men avtobusga chiqib boraman. 여기에서 시청까지 얼마나 걸려요? Bu yerdan hokimiyatgacha qancha vaqt ketadi? 30분쯤 걸려요. 30 minutcha vaqt ketadi. Bugungi yangi so'zlarimiz. Ish vaqti, 출근 시간, 출근 시간. ishdan qaytish vaqti, 퇴근 시간, 퇴근 시간. ishga chiqish va ishdan qaytish vaqti, 출퇴근 시간, 출퇴근 시간. yo'l tirband bo'lmoq, 차가 막히다, 차가 막히다. transportga chiqmoq, tada, tada. o'tirib bormoq, tago kada, tago kada. o'tirib kelmoq, tago oda, tago oda. piyoda yurmoq, kotta, kotta. piyoda bormoq, koro kada, koro kada. piyoda kelmoq, koro oda, koro oda. tushmoq, nerida, nerida. пересадка qilmoq, karatada, karatada. пересадка qilmoq, hvansınghada, hvansınghada. o'tmoq, chinada, chinada. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 수루, bu yergacha qanday keldingiz? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 두한 씨는 어떻게 왔어요? Men ishxonam yaqin bo'lganligi sababli piyoda keldim. Tuan, siz qanday keldingiz? 오늘 버스 타고 왔어요. Bugun avtobusda keldim. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? ishxonangizdan bu yergacha qancha vaqt ketadi? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. odatda 30 minutcha vaqt ketadi. Lekin ertalab ishga ketish va kechqurun ishdan qaytish vaqtida
yo'l tirbandligi sababli vaqt ko'proq ketadi. 시청에 어떻게 가요? shahar hokimiyatiga qanday boriladi? 버스나 지하철을 타고 가세요. avtobusda yoki metroda borsangiz bo'ladi. 뭐가 더 빨라요? qaysi birida tezroq borsa bo'ladi? 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. hozir avtobus tezroq bo'ladi. 몇 번 버스 타고 가요? nechanchi avtobusga chiqib boriladi? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. birinchi yoki ikkinchi avtobusga chiqib boring. To. Bu qo'shimchamiz o'zbek tiliga yanayam deb tarjima qilinadi. 한국어를 더 잘하면 좋겠어요. Koreys tilini yanayam yaxshi bilsam yaxshi bo'lardi. 오늘 날씨가 추워요? 어제 날씨가 추워요. bugungi havo sovuqmi? kechagi havo sovuqmi? 오늘 날씨가 더 추워요. bugungi havo yanayam sovuqroq. 오늘 수업 여기까지였어요. 수고하셨어요.